Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Sizlar bilan Zokirjon Qodirov. Mana biz xudo xolasa sizlarga bir qator ketayotgan ishlarimizni ko'rsatmoqchimiz. Qani bo'lmasam bizni kuzatishda davom etamiz. Videoga like bosib, qadrlasa qo'yasizlar akalar. Videolarga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qani bismillah. Ikkinchi etaj. Inshaalloh mana oxirgi daqiqalarini, qatorlarini urishyapti. Bugun bitib ketadi inshaalloh. Harakat. Bu yerda mana 3-etaj, oxirgi etajda devorini ham o'rta devor, asosiy devorni ko'tarib qo'yganmiz. Bu yerda mana ish jarayonlari. Bizni kuzatib tursangiz, xudo xolasa biz bitirib beramiz sizlar bilan nasib. Inshaalloh yana bir 3 kunda 3-etajda yarmi bitadi inshaalloh. Harakat qilamiz. Yarmidan oshiqrog'ini ham bitirishga. Bugun mana chislamiz 27-noyabr 2025. Biz ma'lum vaqti bilan mana obedda videoga olyapmiz sizlarni. Obedni qilishdi, ishni boshlashdi. Endi men sizlarga uzoqdan ham ko'rsataman, keyin ustidan ko'rsataman. Bundoq ko'chadan boshlayman. O'ta avjida ketyapti. Oyoqlarim remont bo'lyapti. Ko'rasizlarmi? Shunda remont bo'lib ketyapti. Gazollarni ekib juda chiroyli qilib qo'ygan. Yana o'ta chiroyli bu. Mana shundoq qilamiz. Mana 2-etajimiz bitdi desa ham bo'ladi. Bugun xudo xolasa bitadi. Kechgacha 2-etaj inshaalloh bitkizib yuboramiz. Biz Gorod Mariupol. Bizni sizlar kuzatyapsizlar. Gorod Mariupol shaharini. Ko'rdinglarmi? O'choqlar qilib qo'ydik. Ovqat sheyda qilib berib turibmiz. Bolalar qiylanib qolmasin. Shundoq uramiz. Inshaalloh bitadi. 2 kunda. 2-3 kunda 3-etajda yarmini boshlab qo'ygan bo'lamiz. Ilyos akam. Eng chaqqoni mana shu bo'ladi. Pulni ham yorib yuboryapti. Aka $5000 jo'natish kerak. Karta yo'qmi deydi. To'g'ri. Mana shu uchalasi eng zo'r uradi, eng zo'rini topadigan pulni ham. Qani bugun xudo xolasa mana shu devorimiz mahindi oynalari qo'yilib bitadi. Hani kechki paytga shoshilib ketyapman sizlarga video qo'yishda. Ko'rsatay deb. Qani bismillah. Ichkariga kiramiz. Naqalarni tozalar yamashyapti. Yalar ana ketyapti. Уборка. Assalomu alaykum. Как дела? Chechen birodarlar. Bismillah. Ne boshladik. İşler ketyapti. Jigarini ishlatishyapti, mesniklarni.
O'rta devorlar hamma tugagan. Bismillah. Davom etamiz videoda. Sizlar bemalol ko'rib like bosib qo'yasizlar. Nakalar videodan qochadi. Ребята, как дела? Нормально. Салом алейкум, Зокир ака. Ва алейкум Мы ассалам. работаем, обед вовремя дает, деньги вовремя получим, все нормально. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. Dilmot aka, Вот это родака, очень хороший человек. Бельгия скучно. Dilmot akam YouTube malikasi bo'lib ketdi, xudo xolasa. Salam aleykum. Aleylobo. Aliyaka. Şam'e bakış, Tojikistan bakış. Tojikistan. Luchi, Hatsob. Master. Ahtam. İlyas aka. Anadan birinchi keldi. Kareyani pulini shu yerda topyapti. Shuni aytaman, mana Koreya sizlarga. Yoshlar teni kanaliga qo'yapman. Ha, kirpiz. Rastvor, Dilmot aka. Yorvor ya. Malades, mashalloh. Ko'z tegmasin. Akalar, sizlardan iltimos. Hormanglar usta akalar, omad deb yozib qo'ysanglar bo'ldi. Biz xursandmiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana shunaqa videolarni biz sizlarga qo'yib boraveramiz. Biz faqat sizlarga yaxshisini qo'yishda davom etamiz. Bugun O'zbekistondan kelgan bolalar bordi. Dam olib yotishib ertadan ishga ular. Bugun mana shu devor ko'tariladi. Mana ko'tariladi, uni ariga ko'tariladi. Ertaga obedga cholab-cho'lab. Ey! Ne сюда, скажи. Bir gitar oynuyor. Unisi yoqib bu. Еще надо, еще сюда. Дядя, ой, еще надо сюда. Скажи Кирану, Вира. Добро. Сколько раций у нас? А? Сколько раций у нас? Рация 2. Один Кирана общий, один тебя. Возьми. У кого уже? Да, Кирана общий. Dilmot akam. Hamma yo'lni yondiradigan emas, Dilmot akam bular. Ishni ham zo'r qiladi. Bitta o'zim qilganib ketdim deb baqiradigani ham o'zi.
Asror. O'zbekcha qo'shiqlar qo'yishib. Akalar bizni kuzatishda davom etamiz. Xudo xolasa biz sizlarga ertaga yana bir chiroyli video qilishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.